Assalomu alaykum. Kosmetika, yuz xotlari, syurprizlar va bizni umuman go'zallashtiruvchi narsalarni yaxshi ko'radigan opa-singillarim. Sizlarni yana kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Va bugun sizlar bilan Ipsy brendining Boxy Charm noyabr oyi go'zallik qutisini birgalikda unboxing qilishni boshlaymiz. Уже dekabr oyi kelgan bo'lishiga qaramasdan ozgina orqada qoldim, to'g'ri, chunki bugun уже dekabr oyini ham bunday go'zallik qutisini eshigim tagiga tashlab ketishdi, menga yetkazib berishdi. Xudo xohlasa keyingi haftadagi video shu dekabr oyi qutisi haqida bo'ladi. Shuni aytishim kerakki, bu quti Ipsy'ning bu qutisi o'tgan galgi qutidan yana hajmi kattaroq keldi, lekin ichi juda ham yengil. Menimcha bu safar ozgina kichikroq produktlar chiqsa kerak ichidan. Ichiga mana bunday xavfsizlikni saqlovchi yumshoq gubka ham qo'yib chiqarishibdi bu oyda. Bu ichidagi mahsulotlarni ko'rsatilgan kartochka. Qaramaymiz, chunki bizga syurpriz bo'lish kerak. Qizlar, birinchi bo'lib ko'zimni olgan narsa, hammamiz biladigan, hammamiz taniydigan Rare Beauty'ning Soft Pinch rumyanasi Believe rangida. Hozir sizlarga internetlarda mashhur bo'lgan, hammamiz tanigan. Nimaga men bu qutilarni buncha yaxshi ko'raman? Chunki minimal pulga maksimal darajada xursandchilik yetkazadigan kosmetika qutisi. Va bu rumyananing rangi. Rumyana juda ham pigmentatsiyasi kuchli. Bu rumyana sotuvga chiqqanda boshida olgan qizlar aytishadiki, haligacha mana shu rumyanani xarid qilgan qizlarni hech qaysi 1 yil ishlatadimi, 2 yil ishlatadimi, bu qutini tugatib ulgurishmagan ekan. Ikkinchi kosmetikamiz. A few moments later. Yozuvi juda ham tushunarsiz ekan, o'qiy olmadim. Internetdan topib videoga yozib qo'yaman bu nimaligini. Hozir ochib ko'rib ham bilamiz. Yuz uchun stick deb yozib qo'yilgan ekan. Men buni bronzer deb o'ylagan edim. Yo'q, highlighter ekan. Mana bunaqa yaltiroq stick ko'rinishidagi highlighter. Hozir swatch qilib ko'rsataman. Buni ham juda ham pigmentatsiyasi kuchli ekan. Bir marta surganimning o'zida mana shunday kuchli yaltirab chiqdi. Bu narsani nafaqat highlighter sifatida, balki ko'zni ichki qismiga ham makiyaj qilayotganda ishlatsa chiroyli chiqadi deb o'ylayman. Keyingi kosmetika esa kichkina mana bunday paletkacha ekan. 3 days later. Sizlar uchun millisekundlarda tuyulgan bu videoni davomi bir haftadan keyin olinyapti. Ko'rinishim o'zgarganidan ham bilib olsangiz bo'ladi. Chunki o'sha kuni videoga olayotgan paytim mikrofonim ishlamay qolgan ekan va shu joydan video ovozsiz yozilgan. Men esa buni payqamay qolganman. Shunday ekan, videoni davom ettiramiz. Men bunday shiringina kichkina paletkani obzorida qolgan edik. Light nomli shunaqa chiroyli paletka chiqdi oynachalari bilan. Buni hozir sizlarga swatch qilib ko'rsatmoqchiman qo'limga surib. Bu paletkamizning ranglari yaxshi ko'rinyapti degan umiddaman. Har kunlik makiyaj uchun juda mos ranglar ekan. Keyingi kosmetikamiz tenlaga qo'shib, mana bunaqa ko'zni makiyaji uchun kistочкаlar ham qo'shib yuborishibdi. Mana bunday konsiler, teng, podvodka, ko'z makiyaji uchun kistочкаlar. Ko'rinishlari juda ham chiroyli, o'rtacha yumshoqlikda. Kачествоsi ham juda ham yaxshi ekan. Hozir fokus olsa, mana bunday chekkalaridan volosинкалар chiqib turmayotganidan ham bilsanglar bo'ladi. Va oxirgi produkt bizda Make Up Forever'dan mana bunday lab bo'yog'i. Необычный ko'rinishda ekan. Pomadalarim ichida hali bunaqasi yo'q edi. Amerikada Rojdestvo bayrami yaqinlashayotgan bo'lgani uchun ko'pincha shunaqa syurpriz bokslarda, advent kalendarlarda
kosmetika sotib olsangiz, ichidan qip-qizil rangli bayramga mos ottенокdagi pomadalar chiqadi. Men ham buni ham qip-qizil deb o'ylayapman. Yo'q, mana bunday nudevoy ottенокdagi pomada ekan. Rangi bemalol har kun ishlatsa bo'ladigan pomada. Shu bilan bu oxirgi produkt edi. Keyingi obzor videolarda yangi ideyalar yoki sovg'alarni o'ylab qo'yganman. Iloji bo'lsa bu videoni o'zingizni meykapni, kosmetikalarni yaxshi ko'radigan dugonalaringizga yuborib qo'yishingizni so'rardim. Chunki keyingi haftadagi video ko'pchiligingiz uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'ling. Xayr.